voqea. Jin ursin, nega oldinroq buni o'ylamadi? O'shanda ham Ikromga mafiyaning odamlari ta'sir berishni boshlagan edi. Ikrom shunday ehtiyotkorona yo'l tutdiki, Lena bu sabrli ipni uzun tashlab qo'yadigan murosakor odamni umuman boshqa qiyofada birinchi marotaba ko'rdi. Uning o'zini tutishi, alamli tabassumi va boshqalar qatori Lena va hatto o'sha Krasnodar mafiyasining g'isht-bashara shogirdlarini ham aldab qo'ygandi. Shoshma, axir ana bu xunga yalmog'izga Ikromga oid hech narsa olib borib bermagandim-ku. Faqat xotinchasining sochini olib borib jodu qildirdim. Bunaqada qanday Ikromning ishlariga qora jodu ta'sir qilishi mumkin? Yaramas xunga. Lena bir qo'li bilan og'ir changallayotgan boshini ushlagancha katta yo'ldan shaxt bilan mashinasini orqaga burmoqchi bo'ldi. Bu yo'lda burilish mumkin emasdi. Asosiy yo'lda ketayotgan yuk mashinasi birdan xavfli tarzda burilgan qora Mercedesga qarsillagancha urildi. Saida oynaga qararkan, sochlarini ahmoqlik qilib kesib tashlagan o'sha kunini xotirladi. O'zim kaltafahm bo'lgan ekanman. Erim jo'natgan kelin ko'ylakni ham katalogda uzun sochli model qiz kiyib tushgandi. Ikkala uyimga ham o'sha soch tarayotgan qiz suratini ataylab ildirganidan ham bilishim kerak edi buni. Bir og'iz so'ramay soch kestirganimga shuncha jahl qildi deb undan norozi bo'lib yurgan ekanman. Aslida uni qattiq xafa qilgan bo'lsam kerak. Shularni o'ylab oynaga qaragancha sochini tutamladi. Derazadan kichik akasi yo'taldi. Sani hech narsa yeging kelmayaptimi? Nima olib kelay? Saida odatiy yo'q deb javob berdi. Keyin xayoliga kelgan gapdan hayratga tushdi. Qaymoqli issiq non yegim kelishining boshqa sababi bo'lsa-chi? Birdan shoshib qoldi. Dugonasi Dildoraga apil-tapil telefon qildi. Dildor, kelinoyingdan so'rab ko'r, homiladorlikni qanday bilsa bo'ladi? Yo'q, haligi test bor-ku. O'shani qanday ishlatish mumkin? So'rab ber, iltimos o'rtoqjon, men uchun shunday qil, o'zing olib kelasanmi? Bo'la qol, kutib sabrim chidamayapti. Tezlashtirgin, xo'p? Hojatbaror Dildora o'sha aytilgan homiladorlikni aniqlaydigan testdan olib kelib Saidaga tutkazdi. So'ng uni qanday ishlatishni kelinoyisidan eshitganiga ko'ra tushuntirdi. Tekshirib ko'rish uchun ichkariga kirgan Saida Dildora olib kelgan paketcha ichidagi tasmaga tikilib turar, tashqaridagi dugonasi esa nima gap, bo'lsang-chi tezroq, ichimni qizdirmay, ko'rdingmi o'sha kelinoyim aytgan chiziqlarni, deya tinmay so'rardi. Va nihoyat qaytib chiqqan Saidaning ovozi yangradi. Dildor, ikkita chiziq, ikkita, homilador deganimidi? Saodat xola yo'lak ichida bir narsadan xursandday bir-birini quchoqlayotgan qizi va dugonasiga ajablanib qaradi. Oyi, kuyovingizga bir yangilikni aytmoqchiman, aytaveraymikin? Saodat opa gap nimadaligini anglab jilmaydi. Ikromning raqamiga terishdi. Apparat o'chiq. Degan xabarni eshitib, Saida yana g'amgin tortdi. Nima uchun o'chirilgan ekan? Kamera eshigi ochilib, ichkariga militsiya xodimi kirdi. Ikrom ko'zlari qamashib, o'rnidan qo'zg'oldi. Burchakdagi krovat ustidagi pidjagini qo'liga olib, xodimning ketidan ergashdi. Yo'lakning oxiridagi xonada Ikromning do'sti, o'sha Saidalarnikiga qo'shilib borgan xushchaqchaq Armani, Artemi, Vaganya o'tirardi. Quchoqlashib ko'rishishdi. Xodim Ikromga telefonini va boshqa buyumlarini tutkazdi. Ikrom Vaganyaga hayron bo'lib qaradi. Ketdik, tashqarida gaplashamiz, dedi Vaganya. Panjaralar yonidagi soqchilar ham indamay eshikni ochib berishdi. Prokuratura eshigi yonida turgan qora mashinaga chiqib o'tirishlari bilan Ikrom Vaganyaga savol nazari bilan tikildi. Bir voqea sodir bo'ldi, kutilmagan. Bardam bo'l, kim bo'lganida ham albatta achinishing tabiiy.
Lena va Igor avtohalokatdan olamdan o'tishdi. Senga hamdardman. Ikrom hang-mang bo'lib qoldi. Qanday bo'libdi? Xabaring bormi? Mashinasini hozir borib ko'ramiz. Ularning o'zlari esa morgda. Rulda Lena ichimagan holatda bo'lgan. Nazarimda ular ona-bola qattiq janjallashishgan. Ilyasich umuman aql bovar qilmaydi. Lena umuman uyiga teskari yo'nalishda ketayotganida qayrilish mumkin bo'lmagan joyda yana tezlikni kamaytirmagan holatda qaltis qayrilgan. Registratorni ko'rdik. Boris Borisovich, Ikrom chiqaversin deb shaxsan o'zlari aytdilar. O'zing ham borib bir ko'rishing kerak. U yerda senga tegishli hujjatlar ham bor ekan. Borishdi. Lenaning mashinasini, sumkasini va uning ichidan chiqqan narsalarni ko'rsatishdi. 3 ta pasport. Lenanikidan tashqari pasportlarni biri Inzilyaniki, biri Igorga tegishli. Xuddi shunday 3 ta telefon, kalitlar, yirik kupyurada pullar, qanaqadir tilxat, kasalxona qog'ozlari, yana hujjatlar solingan quti ro'yxat bo'yicha uzungina rest qilingan ekan. Ajoyib-ku, dedi hayratlangan Vanga. Kasalxonadan o'g'lini olib chiqib, xayol bilan boshqa tarafga qarab haydab ketsa, yana hushiga kelgan joyda o'ylab o'tirmay qaltis qayrilsa, Lenaga umuman tushunmadim. Yetgan ajal ekanda. Vaganya marhumaning narsalarini Ikrom olib ketishiga ruxsat so'rab, telefonda gaplashayotganda, Ikrom ko'zi bilan shubhali narsalarni bir chetga ajratayotgan edi. Bular tilxat, ko'ziga notanishroq tuyulayotgan 4-chi kalit, Inzilyaning telefoni va pasporti edi. Tilxatni qo'liga olib o'qigach esa unga yanada ko'p narsalar ayon bo'ldi. Bo'ldi, olib ketamiz ekan. Nima gap, Ilyasich? Gaplashib bo'lib Ikromning yoniga keldi Armani. Hech gap yo'q. Mashinaning navigatorini tekshirish kerakga o'xshayapti, dedi Ikrom jiddiy qiyofada. Bir ozdan so'ng Lenaning shu kunlarda qaysi ko'chalarda harakatlanganini ma'lumotlarini olgach, Ikrom ichkaridan chiqib, Vaganyaga yuzlandi. Artemiy Vagenovich, qarshi bo'lmasang, mashinangni ozginaga olib turaman. Irakli kelguncha vaqt yo'qotar ekanman. Xo'sh, nima deysan? Armani bemalol degandek ishora qildi. Hujjatlarga imzo chekib, Lenaning mashinasidan chiqqan buyumlarni mashinaga tezda joylagan Ikrom shoshilinch jo'nab ketdi. To ko'chadagi kameralar yozuvini olib, ma'lumot yig'ib, Ikrom Lenaning kvartirasi joylashgan uyga yaqinlashganda, vaqt allamahal bo'lgandi. Qorni piyozning po'sti bo'lib ketgan Inzilya divanda bukchayib o'tirardi. Aksiga olib nonushta ham qilmagan. Shuncha payt rosa Lenani bo'ralatib so'kdi. Bu qafasdan qushday uchib ketolmasligiga aqli yetgani sari jahli chiqardi. 3-4 marta deraza panjarasidan yo'l topmoqchi bo'ldi. Iloji yo'q ekan. Axir ketganiga 11 soat bo'ldi-ya. Jodugarning qaysi go'rlarda izg'ib yurgan ekan. Kutilmaganda eshik tarafda kalit shiqirlagani eshitildi. "O Xudoyim!" deb yubordi u xursandchilikdan. Inzilya ba'zor o'rnidan turishga harakat qilar, lekin oshqozoni burab og'rigani va sillasi quriganidan boshi tinmay aylanardi. "Yelena Vladimirovna, insofingiz bormi? Bunaqaga kelishmagandik axir." Boshini ko'targanda Lenani emas, uning o'rniga Ikromni ko'rib, Inzilyaning rangi yanada oqarib ketdi. "Yelena Vladimirovna bilan nimaga kelishganding?" Inzilyaning tili kalimaga aylanmay qoldi. U endi uvvos solib yig'lar, Ikrom undan hammasi uchun izoh talab qilishni boshlab yuborgandi. Axiyri Inzilya hamma o'tgan ishni uzuq-yuluq so'zlay ketdi. O'sha soch voqeasini va undan keyingi to bugungacha bo'lgan hamma ishni bukchayib o'tirib so'zlab berdi. Oxirida Ikromning oyoqlari ostiga o'zini tappa tashladi. "Ikrom, agar istasang, aybingni ertaga albatta yuvishing mumkin", dedi uning yuziga qarashga ijirg'anib. Lekin Lenaning o'lganini Inzilyaga aytmadi.
Kvartiradan chiqisharkan Ikrom mashinani Insilyaning uyi tomonga qaratib haydadi. Yo'l-yo'lakay pitsa olib, uning qutisi bilan Insilyaga uzatarkan, ayol uyatdan yig'lab yubordi. "Ertaga kelaman, tayyor tur", dedi uyi oldidagi mashinadan tushgan ayolga qarata. Insilya Ikromning ortidan yig'lagancha qoldi. Ertasi kuni Ikrom davlat notariusi joylashgan binoga burilganda, mashinadagi Insilya ichkarida Lena bizni kutyapti shekilli deb o'yladi. Hamma ish bitib, barcha mol-mulk o'ziga o'tganidan so'ng Ikrom Insilyaga mashinaning bardachogidan bir konvert olib uzatdi va unga xayrlashgandek qaradi. Mashina ketgach, Insilya qo'lidagi konvertni ichida pul bo'lsa kerak deya tushunarsiz mantiq bilan ochdi. Undan pul emas, dafn marosimida qatnashadiganlarning ko'ksiga taqishga mo'ljallangan ikkita bejik chiqdi. Birida Igorning surati, ikkinchisida esa kulib turgan Lenaning surati bor edi. Dafn marosimi uchun hamma shart-sharoitlarni tayyorlagan Ikrom, tobut yuklangan kortej qabristonga kirib kelayotgan paytda tinchlik saqlash maqsadida telefonini ovozsiz rejimga o'tkazayotgan edi. Qo'li tegib kimningdir to'satdan bo'lgan qo'ng'irog'iga yashil tugma bosilib ketdi. U tomondan bo'layotgan "Alyo, alyo" degan ovozlardan ilg'ab, xavotir bilan telefonni qulog'iga olib bordi. Juda noqulay sharoit ekanligini qo'ng'iroq qilayotgan odamga aytmoqchi edi. Ovoz Saidanikligini bilib, birdan to'xtab qoldi.